2009-yilda ishlab chiqarilgan Sonstramblor motor bilan quvvatlangan, 106 ming kilometr yurgan Nexia 2 avtomobilimiz. Sonstramblor ha? Gazlari-chi? Gazlari-chi? Benzindami? Mashinaga gaz qo'yilmaganmi? Gidravlika, lyuks konditsioner ha? Gidravlika, lyuks konditsioneridan. Kraskasi top-toza deb aytib o'tilyapti. Yurgani qancha bo'ldi? Qancha? 106 ming radnoy probeg. Radnoy probegi 106 ming kilometr deb aytib o'tilyapti. Yana bir qator so'rab aytib qo'ydim. Hozirgina boshida aytgan edim. Salon holatdan ko'rinishlari toza, pokiza, zo'r qarab minilgan ekan. Chexollar yo'q, sizinasi ko'ringlar, tashab qo'yilgan. Pulini 5800 deyapsizmi? Bozor so'radim. 18 million krediti bor ekan. Nechta? 1800. Rangi qora. Nasiyasi bormi faqat naqd? 2009-yil mashinalar tashqarisida keladi. Oldinda 1000 dollar puli borgan mashinani krediti Salon holatdan ko'rinishlari. Telefon raqamlarini aytib o'taman. 99lik 234 0017 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Nasiyasini nima deymiz? Nasiyasi yo'q, naqd sotamiz. Faqat naqqa. Aytilgan telefon raqamlariga kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar.